Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'-salomat yuribmisizlar. Sizlar bilan charchamasdan bugungi videomiz oldi-sotdi masalasini bag'ishladi. Ushbu ko'rib turgan dokumentalni 20 sotik bo'lgan hovli joyimiz zudlik bilan sotiladi yurtdoshlar. Manzillarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani A380 trassani bo'yida joylashgan bo'ladi yurtdoshlar. Bu yon tarafdan kelsanglar, 42 Porot tarafdan ham kelsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Mansurbek Oil boy o'tib kelaversiniz yurtdoshlar, uzun bog' bo'ladi. Uzun bog'dan kelaverishda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Akademik litsey tarafdan, Ruslan Petrol tarafdan to'g'ri kelaverasizlar, Shirin Dunyo kafesidan o'tib kelaverishda yurtdoshlar, uzun bog'ga yetmasini chap qo'llaringizda joylashgan bo'ladi yurtdoshlar. Birma-bir obzor etib beraman. Ushbu videomizni like'larni bosib turib, eng yaqin ko'rgan qiymatli do'stlaringizga yaqinda hovli joy olaman, kattasidan yoqsin olaman degan do'stlaringizga like'larni bosib tashlab qo'yaverasizlar. Eldimiz ullu do'stlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, do'kon açsanglar ham bo'ladi, biznes açsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa dim zo'r ketadi. Do'stlar, ushbu yurib turgan hovli joyimiz paxta sex ekan. Ushbu joyimizni egasi, ya'ni ikki joyi bor yurtdoshlar, bir joyini sotatir, kapitalondagi joyini xudo xolasa yashiman degan odam bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa sotaman dedilar. Qaranglar, gap yo'q. Shu paxta sex joy ko'rib turgan bo'lsanglar, shuni egasini ekan. Bu yon taraf ham qaranglar, xudo xolasa sotatirlar. Birma-bir obzor etib beraman. Gazdan, svetdan, suvdan muammo bo'lmaydi yurtdoshlar, ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, bu yon tarafina qo'ng'ishlar hammasi boqli yashab o'tiribdi. Gazlar ham, svetlar ham hamma narsasi gap turibdi. Ichanni xudo xolasa sizlarga birma-bir obzor etib beraman. Shu konditsionerdan tayin shu 3 chiqadigan bo'ladi. Qaranglar, granitsasi. Orqa taraf egasini uyi xudo xolasa. Bu yon tarafini sizlarga sotajaklar. Yine birma-bir obzor etib beraman. O'zini egasi bu yonda paxta sexi bor, ya'ni o'zidan biznes açib qo'yibdi. Sizlar ham bu yon tarafda biznes etib qo'ysanglar bo'ladi xudo xolasa. Kafe etsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bir kattaroq etib do'kon solsanglar ham bo'ladi. Shitni ko'rib turibsizlar xudo xolasa yurtdoshlar, svet o'chmaydi ekan. Ichona kiramiz, birma-bir obzor etib beramiz. Bismillah. Tepalar ham og'achlari yaqin solingan ekan do'stlar, mustahkam bo'lib, ko'rib turgan bo'lsanglar, aristonlar bayana aristonlari qoladi ekan. O'ng bo'lsin deb, o'ng tarafdan boshlaymiz. Sizlarsa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Dalonimiz ham ko'rib turganlaringizdek ullu bo'ladi. Ataplaniya o'tirilmagan ekan, lekin gaz yeb turibdi beri. Xo'p, bismillah. Ayvoni bo'ladi. Ulg'ina bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, chap tarafda bir kat joyimiz bor. O'zini paxta sexi bo'lgandan keyin kapital tarafini tipa skladda etib qo'yibdilar ekan. Xudo xolasa hamma narsani olib chiqib, sizlarga tayyor etib beriladi. Videoning oxirida bahosini ham aytib o'taman do'stlar. Xo'p, bu yon tarafi yana bir kat joyi. Xonalar yurtdoshlar ko'rib turganlaringizning ullu solingan. Eng qizig'i bilasizlar, hozirgi kunda 42-43 gradus issiq bo'lib turibdi, lekin bir xonadonni ichi muzdikgina qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yine endilikda ro'para tarafini ko'rsataman. Bu hozirgi kunda oshxona qilib qo'yibdilar ekan do'stlar, ko'rib turganlaringizni. Undan tashqari bu yon tarafida yana bir xonasi bor. Kungura pechi bor do'stlar. Yine qaranglar. Bu yon tarafidan yana bir kungura pechi bor. Yine konserlar kanimning qoladi xudo xolasa. Endilikda bu yon tarafga qarab o'tamiz do'stlar. Bog' ham kattagina bo'ladi. Xo'p, ro'paramizda o'zi insho'rni kuxniya planlab solingan ekan do'stlar, qaranglar. Montajlar ham hamma narsasi o'tib turibdi. Ichana mana muzdikgina bo'lib turibdi, dumzo'r bo'lib turibdi. Xo'p, bu yon tarafi spalniyaga solingan ekan do'stlar. Yine spalniya kapitali, yine bu yonni sanuzeli qo'yib qo'yibdilar ekan. Xo'p, yine ko'rib turgan bo'lsanglar. Endilikda arka tarafına o'tamiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar do'stlar. Arka tarafında 20 metr dasi ketgan bo'ladi. Orqa tarafında ullu molxonasi bor ekan. Yine akarsuvlar ham gap turibdi. Akarsuvdan suvarib o'tiribdilar, qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Olma, nashvati, uzum, hamma meva chevalar bor ekan yurtdoshlar. Bu yerda yana ko'rib turgan bo'lsanglar. Yine bog'am ulug'ina bo'ladi do'stlar.
Gap yo'q, barcha nasib etsin deymiz. Xo'p, ushbu dokumentalni 20 sotik bo'lgan hovli joyimizda yurtdoshlar 77.000 AQSh dollari aytilib turibdi. 77.000 go'k aytilib turibdi yurtdoshlar. Albatta aytilish bahasi bo'ladi. Qaytib kelishib beriladi. Ekranlardan murojaat uchun nomerlarni qo'yib qo'yamiz. O'zlaringiz telefonlashib, ko'rib, xarid qilsangizlar bo'ladi. Ushbu videomiz yakunlarida tashakkurlar. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib boshda davom etamiz yurtdoshlar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.